Assalomu alaykum, bizni kuzatib turgan obunachilarimiz, mana ko'rishlaringiz mumkin, navbatdagi 6 ga 4 razmerimiz Toshkentga Yashnobod tumaniga o'rnatildi, eski Toshkent territoriyasiga. Shu bugun ertalab kelib boshlagan edik, mana kechasi soat 3 bitkar bo'ldik. Kimga shunaqa do'kon xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Ichki tomonni ham ko'rsatib o'tamiz operator. Bu do'konimiz elektr montaj bilan bo'ldi. Mana ko'rishlaringiz mumkin, devor, paxtalar qismlarini juda ham ishonchli va sifatli do'kon chiqdi. Utepleniylarimiz 3 qavatdan bo'ladi. Kimga shunaqa do'konlar xizmati kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiraman, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Zapasini eshigi ham qo'yildi har tarafdan. Tak, ключатini rozetka elektr montajlari ichida bo'ldi. Pastda nomer qoldiramiz, kimga shunaqa do'konlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin.